ограждение bor, lekin ana yoqda ham nima peshxod aka? Peshxod narigi tomonda bo'lsa, siz oldingizdagi to'xtatadi. Keling yuqoridagi holatga huquqiy baho beramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-apreldagi 172-sonli qarori, ya'ni amaldagi yo'l harakati qoidalarining 17-bobi 109-bandiga asosan haydovchi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida o'zining tasmasida harakatlanayotgan, ya'ni kesib o'tayotgan piyodaga yo'l berish kerak. Qarama-qarshi tomondan o'tayotgan piyodaga yo'l berishi shart emas. Janoblar, agar siz yo'l harakati qoidalari bo'yicha o'z bilimlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, ROD 24 ilova sizga yaqindan yordam beradi. Ilovadagi yo'riqnoma bo'limi orqali siz yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun barcha jarima turlari hamda yo'l harakati qoidalari bo'yicha eng muhim va dolzarb mavzular bilan tanishib chiqishingiz mumkin. ROD 24 da barcha ma'lumotlar soddalashtirilgan va tushunarli shaklda jamlangan.